Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlarga 1500 ming so'm pul berilishi haqidagi gaplar nimani anglatadi? Bu pul hammaga beriladimi? Kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar esa shoshilmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandi, qarindoshi yoki qo'shnisi uchun muhim. Chunki noto'g'ri tushuncha sabab odamlar vaqtini yo'qotishi, keraksiz hujjat yig'ishi yoki firibgarlarga aldanib qolishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim jihat aynan shunda. 1500 ming so'm degan raqam qachon va qanday holatda chiqadi? Uni olish uchun nima qilish kerak? Qaysi joyga borish kerak? Qaysi hujjat kerak bo'ladi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo, men eng muhim savolga javob beraman. 1500 ming so'm har bir pensionerga avtomatik tarzda tarqatiladigan pulmi? Odamlar orasida aynan shu gap keng tarqaladi. Kimdir hamma pensionerga pul berilarkan deydi. Kimdir bugun bormasang, keyin ola olmaysan deydi. Yana kimdir hujjat topshirish kerak bo'lmasa pul qo'yadi deb vahima qiladi. Aslida bunday xabarlarni tekshirmasdan ishonish noto'g'ri. Pensionerlar bilan bog'liq to'lovlar bir necha xil bo'lishi mumkin. Birinchisi odatiy pensiya. Bu har oy beriladigan asosiy to'lov. Ikkinchisi pensiyaga qo'shimcha yoki ustama. Bu hamma uchun emas, aniq shartlarga qarab belgilanadi. Uchinchisi bir martalik moddiy yordam. Bu muayyan toifadagi fuqarolarga, ijtimoiy ahvoli og'ir oilalarga yoki alohida qaror asosida berilishi mumkin. To'rtinchisi kompensatsiya yoki qayta hisob-kitobdan kelib chiqadigan farq. Masalan, pensiya hujjatlari qayta ko'rib chiqilganda ilgari hisobga olinmagan ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari topilsa, odamga o'tgan davr uchun farq chiqishi mumkin. Mana shuning uchun 1500 ming so'm degan raqamni eshitganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu pul aynan qaysi turdagi to'lov? Bir martalik yordammi? Qayta hisob-kitob natijasimi? Kompensatsiyami yoki ijtimoiy nafaqami? Agar buni aniqlamasdan tuman bo'limiga yugursangiz, ko'p hollarda navbatda turib, oxirida sizga tegishli emas degan javobni eshitishingiz mumkin. Oldin pensioner ko'p masalani faqat joyiga borib hal qilardi. Pensiya miqdorini aniqlash, qayta hisob-kitob so'rash, ish staji bo'yicha ma'lumot kiritish. Bank kartasi bilan bog'liq muammoni aytish uchun odam pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahallaga yoki bankka bir necha marta qatnardi. Hujjat yetishmasa, yana uyga qaytar, arxivga borar. Sobiq ish joyidan ma'lumotnoma so'rar edi. Ko'p yoshi katta insonlar uchun bu juda og'ir jarayon. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ish staji, ayrim ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlar. Pensiya tayinlanganligi, to'lov holati kabi narsalar tizimda ko'rinishi mumkin. Lekin bu hamma narsa avtomatik hal bo'ladi degani emas. Ba'zi eski yillardagi ish staji, ayniqsa korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivda qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi davrlar mehnat daftarchasida bor, lekin elektron bazada yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayrim pensionerlar uchun qo'shimcha hujjat topshirish zarur bo'ladi. Yangi tafsilotlar deganda ko'pincha odamlar quyidagini tushunishi kerak. Davlat idoralari qaysi toifadagi pensionerlarga qo'shimcha yordam berilishini, qaysi holatda qayta hisob-kitob qilinishini yoki qaysi to'lovlar avtomatik o'tkazilishini aniqlashtiradi. Bu shuni anglatadiki, pensioner har bir xabarni o'z holatiga solishtirib ko'rish kerak. Men pensionerman, demak menga ham beriladi degan xulosa har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Men pensionerlar va ularning yaqinlariga birinchi navbatda pensiya to'lovlarining manbasini farqlashni maslahat beraman. Agar to'lov pensiyani qayta hisoblash natijasida chiqsa, demak u odamning shaxsiy hujjatlari bilan bog'liq. Masalan, 1995 yildan 2002 yilgacha ishlagan davri ilgari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam o'sha yillarda yuqori maosh olgan, lekin hujjat topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi va farq chiqsa, ma'lum summa to'lanadi. Bu farq 200 ming so'm ham bo'lishi mumkin, 800 ming so'm ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatda 1.500 ming so'mga yaqinlashishi ham mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil emas. Agar to'lov moddiy yordam sifatida berilsa, unda asosiy mezon odamning ijtimoiy ahvoli bo'ladi. Yolg'iz yashaydigan pensioner, nogironligi bor shaxs, parvarishga muhtoj keksalar
daromadi juda past oilada yashaydiganlar, uy-joy sharoiti og'ir bo'lganlar alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda mahalla ijtimoiy xizmat xodimlari yoki tegishli tashkilotlar orqali o'rganish o'tkaziladi. Ya'ni odamning faqat pensioner ekanligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Uning real ehtiyoji ham hisobga olinadi. Agar to'lov kompensatsiya bo'lsa, u aniq sababga bog'lanadi. Masalan, biror to'lov kechikkan, noto'g'ri hisoblangan yoki tizimda texnik xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham pul hamma pensionerga emas, faqat xatolik ta'sir qilgan shaxslarga beriladi. Shuning uchun men har doim shuni aytaman. Xabarni eshitdingizmi? Darhol o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha aniq ma'lumot oling. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lgan pensionerlar. Agar odamning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, lekin u uzoq yillar ishlagan bo'lsa, demak uning hujjatlarida nimadir to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, opa 32 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda past. Sababini tekshirganda 8 yillik ish staji arxiv hujjati yo'qligi sabab hisobga olinmagan bo'lib chiqadi. Agar shu davr tasdiqlansa, pensiya oshishi va oldingi davr uchun farq chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida yozuvlari bor, lekin elektron bazada ko'rinmayotgan pensionerlar. Ayniqsa eski sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, bolalar bog'chasi, tibbiyot muassasasi yoki xususiylashib ketgan korxonalarda ishlaganlar bunga e'tibor berish kerak. Korxona hozir yo'q bo'lsa ham hujjatlar arxivda saqlangan bo'lishi mumkin. Agar sizda men falon yillarda ishlaganman, lekin pensiyam hisobida bu davr ko'rinmayapti degan shubha bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Uchinchi toifa, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin hujjatlari shoshilinch topshirilgan fuqarolar. Ba'zida odam pensiya yoshiga yetadi. Hujjat topshiradi, lekin ayrim ma'lumotnomalar keyinroq keladi. Pensiya vaqtincha mavjud hujjatlar asosida tayinlanadi. Keyin qo'shimcha hujjat kelganda qayta hisob-kitob qilish mumkin. Agar odam bu imkoniyatni bilmasa, yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. To'rtinchi toifa yolg'iz yashaydigan va moddiy yordamga muhtoj pensionerlar. Masalan, ota 74 yoshda, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. O'zi dori-darmon xarajatlarini zo'rg'a qoplaydi. Bunday inson mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy yordam masalasini ko'tarish kerak. Yordamning nomi, miqdori va berilish tartibi hududga, dasturga va o'rganish natijasiga qarab farq qilishi mumkin. Lekin murojaat qilmasa, uning holati tizimga tushmasligi mumkin. Endi men kimlar ortiqcha xavotirga tushmasligi kerakligini ham aytaman. Agar pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, yaqinda qayta hisob-kitob qilingan bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa va sizga alohida xabar kelmagan bo'lsa, darhol navbatga turishingiz shart emas. Avval telefon orqali yoki onlayn ma'lumot oling. Chunki ko'p odam bir vaqtning o'zida bo'limlarga borib olsa, haqiqatan ham muammosi bor insonlar navbatda qiynaladi. Agar kimdir sizga pasportingizni bering, plastik kartangizni bering, men 1.500.000 so'm chiqarib beraman desa, bunga mutlaqo ishonmang. Hech bir qonuniy to'lov uchun begona odamga bank kartangizni, PIN kodingizni, SMS kodini berish kerak emas. Davlat to'lovlar rasmiy hisob raqamiga, pensiya kartasiga yoki belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Firibgarlar aynan shunday xabarlar tarqalgan paytda faollashadi. Ular bugun oxirgi kun, ro'yxat yopiladi. Mening tanishim bor degan gaplar bilan odamni shoshiltiradi. Men bunday holatda darhol suhbatni to'xtatishni va rasmiy tashkilotga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 18 yoshli pensioner ayol 25 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda uning 1992 yildan 1997 yilgacha bo'lgan ish haqi ma'lumotlari to'liq topilmagan. Pensiya tayinlangan, lekin miqdori kutganidan past bo'lgan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi. Qayta hisob-kitob qilindi. Natijada har oygi pensiya 120.000 so'mga oshdi va o'tgan davr uchun farq sifatida 1 million so'mdan ortiq summa chiqdi. Bu holatda 1.500.000 so'm degan gap odamning shaxsiy hisob-kitobiga yaqin bo'lishi mumkin, lekin qo'shnisiga ham aynan shuncha beriladi degani emas. Ikkinchi misol, 72 yoshli erkak pensioner yolg'iz yashaydi. Sog'lig'i yomon, pensiyasining katta qismi doriga ketadi. U mahallaga murojaat qiladi. Mahalla uning sharoitini o'rganadi, tegishli ro'yxatga kiritadi va bir martalik moddiy yordam masalasi ko'rib chiqiladi.
Bu yordam 500 ming so'm bo'lishi ham mumkin, 1 million so'm bo'lishi ham mumkin. Ayrim dasturlarda 1 million 500 ming so'm atrofida bo'lishi ham mumkin. Lekin bu pul avtomatik emas, ehtiyoj va o'rganish natijasiga bog'liq. Uchinchi misol. Pensioner onaga ijtimoiy tarmoqda hamma pensionerga 1 million 500 ming so'm berilyapti. Ro'yxatdan o'tish uchun karta raqamingizni yuboring degan xabar keladi. U ishonib karta ma'lumotini yuboradi. Keyin kartajdagi pensiya yechib olinadi. Bu eng xavfli holat. Shuning uchun men yana takrorlayman. Pul olish uchun hech kimga SMS kod bermang, karta parolni bermang, pasport rasmini notanish odamga yubormang. Rasmiy idora sizdan bunday yo'l bilan ma'lumot so'ramaydi. 4-misol, yaqinda pensiyaga chiqqan fuqaro garchi yil ishlagan, lekin pensiyasi kutganidan kam chiqdi. U endi bo'ldi, shunaqa ekan deb yuraverdi. Aslida uning mehnat faoliyatidagi ayrim davrlar tizimga tushmagan. U pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qildi. Mehnat daftarchasining nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi va sobiq ish joyidan tasdiqlovchi hujjat topshirdi. Qayta tekshiruvdan so'ng pensiya oshdi. Bunday holatlarda odam bir marta e'tibor bilan hujjatlarni tekshirtirib, keyingi yillar davomida ko'proq pensiya olishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma hujjat ham avtomatik bazada bo'lmaydi. Ayniqsa 1990-yillar va undan oldingi ish davrlari bo'yicha ma'lumotlar har doim ham to'liq elektron shaklda saqlanmagan. Shuning uchun tizimda yo'q ekan, demak bo'lmaydi degan gapni darhol yakuniy javob deb qabul qilmang. Arxivga so'rov berish, mehnat daftarchasini ko'rsatish, guvohlik va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar masalasi alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik jihat, moddiy yordam va pensiya oshishi bir xil narsa emas. Moddiy yordam bir marta berilishi mumkin. Pensiya oshishi esa har oygi to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, sizga bir marta 1500 ming so'm yordam berilsa, bu keyingi oy pensiyangiz ham 1500 ming so'mga oshadi degani emas. Aksincha, pensiya qayta hisob-kitob orqali 50 ming so'mga oshsa, bu har oy davom etadigan o'zgarish bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniq bilish juda muhim. Uchinchi nozik jihat. Yordam olish uchun faqat o'zaki aytish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ko'p joyda ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, oilaviy ahvol, yashash sharoiti, tibbiy xarajatlar bo'yicha hujjatlar so'ralishi mumkin. Agar odamda nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar uyda boshqa daromad oluvchilar bo'lsa, bu ham hisobga olinadi. 4-nozik jihat. Ayrim pensionerlar farzandlari bilan bir manzilda ro'yxatda turadi, lekin amalda yolg'iz yashaydi. Bunday holatda hujjatlarda ko'ringan holat bilan real hayotdagi holat farq qilishi mumkin. Shunda mahalla yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni batafsil tushuntirish kerak. Masalan, farzand boshqa shaharda ishlaydi, ro'yxatdan chiqmagan, lekin pensionerning kundalik xarajatlariga yordam bera olmaydi. Buni dalillar bilan ko'rsatish zarur bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Ba'zi odamlar qo'shimcha to'lovni olish uchun kechikib murojaat qiladi. Qayta hisob-kitob qachondan boshlab amalga oshirilishi, farq qaysi davr uchun to'lanishi, ariza berilgan sana hisobga olinadimi yoki hujjatdagi sana hisobga olinadimi? Bular tartibga bog'liq. Shuning uchun shubhangiz bo'lsa, kutib yurmasdan yozma murojaat qiling. Og'zaki savol bergan odamda keyin isbot qolmaydi. Yozma arizada esa sana bo'ladi. Endi eng amaliy qismga o'taman. Men har bir pensioner yoki uning yaqinlariga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam. O'zingizning holatingizni aniqlang. Siz 1500 ming so'm haqidagi gapni qayerdan eshitdingiz? Televizordanmi, rasmiy xabardanmi, mahalladanmi, Telegram guruhdanmi yoki tanishlardanmi? Agar xabar rasmiy manbada bo'lmasa, avval uni tekshiring. Rasmiy manba deganda pensiya jamg'armasi, mahalla va ijtimoiy himoya bilan bog'liq vakolatli tashkilotlar, davlat xizmatlari yoki hukumat qarorlari nazarda tutiladi. Ikkinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjatlar. Banka kartasi ma'lumotlari tartibda bo'lishi kerak. Hujjatlarni begona odamga bermang. Nutqa kerak bo'lsa rasmiy idorada topshiring. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda pensiyamni qayta hisoblab
berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar sizda staj yoki ish haqi bo'yicha shubha bo'lsa, arizada qaysi yillar bo'yicha ma'lumotni tekshirtirmoqchi ekaningizni aniq yozing. Masalan, 1991-yildan 1996 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisobida to'liq aks etgan, aks etmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Bunday aniq ariza umumiy pul berilar ekan. Menga ham bering degan murojaatdan ancha samarali. 4-qadam. Agar masala moddiy yordam bo'lsa, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodim orqali holatingizni tushuntiring. Arizada yashash sharoitingiz, sog'liq bilan bog'liq xarajatlaringiz, yolg'iz yashashingiz yoki daromadingiz yetmasligini aniq yozing. Dori-darmon chekhlaringiz, shifokor xulosasi, kommunal to'lovlar. Uy sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotlar yordam berishi mumkin. Maqsad kimnidir ishontirish emas, real ehtiyojni hujjat bilan ko'rsatish. 5-qadam, javobni yozma shaklida oling. Agar sizga tegishli emas deyishsa, nima sababdan tegishli emasligini so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi shartga tushmadingiz? Qayta murojaat qilish mumkinmi? Arxiv ma'lumotnomasi olib kelsangiz qayta ko'riladimi? Bularni bilmasdan uyga qaytib ketish to'g'ri emas. 6-qadam, firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech qachon SMS kodini aytmang. Bank kartangizni bermang. Men pulingizni chiqarib beraman. Avval xizmat haqi to'lang deganlarga ishonmang. Davlat to'lovi uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Agar kimdir sizni shoshirsa, demak ehtiyot bo'lish kerak. Rasmiy idora odatda hujjat. Ariza va tekshiruv asosida ishlaydi. Sirli yo'l bilan pul chiqarib bermaydi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon orqali tekshirishni, onlayn xizmatlardan foydalanishni yoki ariza yozishni bilmasligi mumkin. Farzandlar hujjatlarni tartibga solib, kerakli joyga birga borib, murojaatni to'g'ri yozishga yordam berishi kerak. Bu yerda eng katta yordam pul berish emas, ota-onaning huquqini to'g'ri himoya qilishdir. Men sizga oddiy mazmunda qanday yozish mumkinligini tushuntiraman. Agar pensiya qayta hisob kitobi kerak bo'lsa, arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi pensiya oluvchiman. Mehnat faoliyatimdagi falon yildan falon yilgacha bo'lgan davr pensiya hisob kitobida to'liq aks etgan, aks etmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Keyin ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki boshqa hujjatlar ko'rsatiladi. Agar moddiy yordam kerak bo'lsa, ariza mazmuni boshqacha bo'ladi. Men pensionerman, daromadim asosiy ehtiyojlarimni qoplashga yetmayapti. Sog'lig'im bilan bog'liq xarajatlarim bor. Yashash sharoitimni o'rganib, bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Bu yerda ham vaziyatni aniq yozish kerak. Faqat menga ham pul bering deb yozish yetarli emas. Qanday ehtiyoj bor? Nima sababdan yordam kerak? Buni ko'rsatish lozim. Birinchi xato, odamlar mish-mishga ishonib, rasmiy tekshiruvsiz xulosa qiladi. Qo'shnim oldi, demak men ham olaman yoki hech kim olmadi, demak yolg'on degan ikki xulosa ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har bir pensionerning ishi alohida ko'riladi. Ikkinchi xato, hujjatlarni yo'qotib qo'yish yoki eski hujjatlarni ahamiyatsiz deb o'ylash. Mehnat daftarchasi, eski buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari juda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan birdan arxiv ma'lumotnomasi odamning pensiyasini sezilarli oshiradi. Uchinchi xato, faqat og'zaki murojaat qilish. Og'zaki gaplashganda odamga turlicha javob berilishi mumkin. Lekin yozma ariza rasmiy tartibni boshlaydi. Shuning uchun muhim masalada yozma murojaat qiling. Kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. 4-xato, pulni olish uchun vositachi izlash. Agar to'lov qonuniy bo'lsa, uni olishning rasmiy yo'li bor. Vositachi ko'pincha odamning bilimsizligidan foydalanadi. Ayniqsa pensionerlar bunday holatda juda ehtiyot bo'lish kerak. Demak, hurmatli yurtdoshlar, 500 ming so'm haqidagi gapni eshitganda birinchi navbatda vahimaga tushmang va haddan tashqari ishonib ham yubormang. Eng to'g'ri yo'l to'lov turi nima ekanini aniqlash, o'z pensiya hujjatlaringizni tekshirish. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yoki mahallaga yozma murojaat qilish, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Bu pul hamma pensionerga bir xil va avtomatik beriladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin ayrim pensionerlar haqiqatan ham qayta hisob-kitob, moddiy yordam yoki kompensatsiya orqali qo'shimcha mablag' olish huquqiga ega bo'lishi mumkin.
Men sizga maslahat beraman, ota-onangiz. Bu bobolaringiz yoki qo'shningiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Pensiyasi juda past bo'lsa, ish staji to'liq hisoblanganmi? Eski ish yillari kiritilganmi? Moddiy yordamga ehtiyoji bormi? Shularni tekshiring. Birgina to'g'ri murojaat odamning oylik daromadiga uzoq muddat ta'sir qilishi mumkin. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lov, moddiy yordam yoki qayta hisob-kitob bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda olsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda kerak.